Ya bu qo'yxonamiz necha metrga qurilgan? Bahriddin uzunligi 9 metr. Eniga 5 metr. Demak, uzunasiga 9 metr, Ha. eniga 5 Eniga metr. 5 metr. Balandligicha aka? Bo'yi balandligiga keladigan bo'lsa 290. 290. 290. Bu yerga endi nechta qo'y sig'adi? Mana shu Mashqorada Bahriddin 24 ta qo'y bor. 24 ta. Xotirjam turibdi. Bir tomonida. Bir tomonida. Bu tomonida endi sayoqroq, bilmayman, bir 15-16 ta shunaqa atrofi bor. Jam bo'lsa 40 tacha qo'y bor mana shu ikkala. 40 ta 50 ta atrofida qo'y sig'ar ekan-a? So'radi Bahriddin. Aka necha pulga tushdi? Taxminan hisob-kitob ko'rganim yo'q, taxminan bir 7-8 million shunaqa atrofiga tushdi Bahriddin. 7-8 million atrofida qurilgan qo'yxonamiz akalar. Taziga usta ishlatdik, mana tepasini tuproq-tuproqni o'zimiz hashar bilan bitirib yubordik yani. Demak, yoziga isib ketmasligi uchun turpoq bosib qo'ya qolindi. Turpoq bosib qo'ydik tepasiga, yomg'ir-pamg'ir tushmasligi uchun klenka yozib, ustidan tuproq yozib qo'ydik. Demak, qurmoqchi bo'lganlarga mana shunday shaklda qurishni tavsiya beraverasiz. Boshlaydiganlarga tavsiya beramiz Bahriddin. Shuna qilib boqsa ham bo'laveradi. Agarda sovuq tushadigan bo'lsa, yonboshlarni klenka bilan yopib qo'yishadi Bahriddin. Bo'laveradi. Bu eng arzon variant akalar. Yer bo'lsa bo'ldi mana. 7-8 million atrofida qurilgan qo'yxonamiz. Taxminan o'sha 40 ta 50 ta qo'y sig'averadigan. O'sha 7-8 millionga tushdi, 40 ta 50 ta qo'y sig'averadi bega. Akalar bittadan like bosib qo'yasizlar lekin mana.